Aziz hamyurtlar va shahrimiz mehmonlari, Namanganda Gullar bayrami eng katta festivalga tayyor turing. Namanganda gullar nafasi butun olamni chiroy bilan qamrab oladi. 25-maydan 29-iyungacha Namangan 64-xalqaro gullar festivali sizni yorqin gullar kompozitsiyasi, ajoyib tadbirlar va unutilmas lahzalar olamiga chorlaydi. Bu nafaqat gullar bayrami, go'zallik festivali. Festival dasturida har bir kun qizg'in jahon estradasi yulduzlari va O'zbekiston san'atkorlari ishtirokidagi konsert dasturlari, 3 favvora maydonida yirik modalar haftaligi, shiddatli sport va intellektual musobaqalari, Namangan 2-xalqaro motocross ekstremal tezlik shousi, zakovat intellektual o'yini, ichki va tashqi turizm istiqbollari, xalqaro konferensiyasi, IT forum, innovatsion texnologiyalar va startaplar uchrashuvi, Namangan musiqali drama teatri yangi spektakllari, Namangan 2-xalqaro hunarmandchilik ko'rgazmasi, askiya kechasi, kulgi ustalari bilan samimiy oqshom, retro avtomobillar va tuning mashinalari ko'rgazmasi, Chust tumanida o'zbek palov madaniyati va osh chempionati, Pop tumanida lavanda sayli, dron shou, kechalari osmonni rang-barang yoritadigan hayratomuz shou. Namanganda butun dunyo gullari jam bo'ladi. Festivalning har bir kuni unutilmas voqealar, qiziqarli uchrashuvlar va yorqin shoularga boy o'tadi. Gullarning sehri va bahor nafasi sizni kutmoqda. Bu festivalni o'tkazib yubormang. 25-maydan 29-iyungacha Namanganda uchrashguncha.